siz yana shikoyat bilan Toshkentga keldingiz-da. Keldingiz. Mana hozir ombudsman yon turibmiz. Hozir sizga men ombudsman oldiga ko'rishaylik, kirsam, siz ombudsman kirmayman deyapsiz-da. Nima uchun kirmayman deyapsiz? Endi biron narsa qonuniy hal bo'lmaydi bu idoralarda. Chunki Ulug'bek Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosim qaysi idoraga borsak o'sha yerga telefon qildirib, ayttirib, bizni ishimizni qonuniy hal bo'lishiga tish tirnog'i bilan qarshi yo'q. Chunki Surxondaryo viloyat haligi sudining raisi Ro'ziqulov, undan keyin Surxondaryo viloyat prokurori o'rinbosari Ravshan Namozov, xodimi Boynaddin Murod Mirzayevlar bilan birgalikda hammasi meni olib borib Qumqo'rg'on ichki ishlariga noqonuniy tergov qildirib, mendan biron narsa yozdirib olmasdan, so'ramasdan turib, meni ayblab yubordi. 139-moddasi, 140-moddasi bilan ayblab, hech narsa yo'q. Hozir uy qamoqqa qo'ygansiz-da? Uy qamoq. Endi qarang. Mana siz Surxondaryoga ishonmadingiz, Buxoroga ishonmadingiz-da, tanish bilishlar boshqa bo'ladi. Siz Samarqandga ko'chirdingiz. Samarqandda ish yaxshi ketib turuvdi. Nima uchun birdaniga o'zgarib qoldi Samarqand sudi? Samarqand shahrining o'zidan men advokat olib edim. U kishi aytdi, sizni foydangizga hal bo'ladi. Men ham dedi, kamida bir 20 yil nachalnik militsiya ishlaganman. Qonunni men ham yaxshi bilaman dedi. Delasini hamma tomonni o'rganib chiqdim dedi. Sizni foydangizga hal bo'ladi dedi. Keyin sudyalar bilan gaplashgan ekan, oldin bitta sudya aytdi, men debdi hammasini bir tinga olmayman. Surxondaryo viloyat hokimini ham, sudini ham, boshqasini ham ishni qonuniy hal qilaman. Hamma ana ayb o'zlarida ekan, boboni hech qanday aybi yo'q ekan. Shuning uchun sudga kelsin, bir kunda o'zim haliga hukm chiqarib, ishlarini hal qilib beraman debdi. Mayli dedik, endi bular telefonda eshitganman, nima qilgan? Shu kunning o'zida haligi sudyani ishdan olib tashladi. Ha, sizni ishingizni ko'rib turgan narsangizni sudyani ishdan olib tashladi. Ishdan olib tashladi. Ha. Sud ish boshqa sudyaga o'tdi. Boshqa sudyaga, Temir degan sudyaga o'tdi. Keyin men keldim. Kelsam, advokatimizning kayfiyatlari yo'q ekan. Ha, nimaga bunday komilaka kayfiyatingiz yo'q desam, Surxondaryo viloyat sudining raisi Ro'ziqulov telefon qildi. Surxondaryo viloyat hokimi telefon qilgan. Keyin Surxondaryo viloyat prokurori ham qo'ng'iroq qilib, shu narsani o'z kishida qoldiring degan iltimos qildi. Ha, demak, ishchi manbalarga qaragan, to'g'rimi? Hali sud boshlanmasdan advokatim aytayapti menga shunday. Endi qarang, mana siz kecha kechagina Oliy sudga sudning shu taftish doirasidagini Toshkent va Toshkent viloyatiga ko'chirishni so'radingiz-da. Bu jarayon qanaqa ketyapti? Bu jarayon endi kecha Oliy sudga kirdim. Oliy sudga kirib men aytdim, mana shunday. Menga dedim, hali provokatsiyami nima telefon qilyapti, keling sizni ro'yxatga olamiz deyapti. Ta'limiy hukmda olganim yo'q. Men olmaganman. Hozirgacha menga Samarqand hukm bergan yo'q. Keyin mayli dedim, Oliy sudga kirdim. Oliy sud sudyasi qabul qildi. Borib dedi, shu taftish bo'yicha ariza beringda, ana u iltimosnoma ham kiriting. Hali hukmda ijrosini to'xtatib tursin. Ko'rib bo'lguncha. Keyin bir necha jurnalistlar o'zingiz bilan birga kirdingiz. Ko'p paytda sizlar mas'ullarki, biz bu sudga aniq qatnashishimiz kerak. Shuning uchun Toshkent viloyatiga ham Toshkentga o'tkazib bering deb aytdingiz. Hali bu narsa hali javob bo'lgan yo'q-a? Yo'q. U kishi aytdi, olib keldi, arizangizni topshiring taftish bo'yicha dedi. Undan keyin dedi, biz dedi, o'zimiz olamiz dedi. Bu yoqqa Toshkent viloyatigami, shahargami olamiz biz dedi. Shu bilan endi men hozir Oltinsoy tuman sudiga borib ariza berishim kerakmiz, taftish deb. Mana hozir o'zlaring Hojiboyning gaplarini eshityapsizlar-da, azizlarda. Lekin bitta 80 yoshga qarab ketib turgan bir insonni shunchalik xor-zor qilib yuguradimi? Mana hozir hamma yozyapti. Axir bu Hoji buva Surxondaryoga muammolar olib chiqyapti-ku, Ulug'bek Qosimov atayin qilyapti dedi. Balki Ulug'bek Qosimov buni xabari ham yo'q, qilmashi ham mumkindir. Lekin nima uchun Ulug'bek Qosimov biror marta javob bermaydi? Nima uchun prokurori Bobojanov javob bermaydi bu holat uchun? Nima uchun munosabat bildirmaydi? Mana yaqinda prezidentimiz boryapti shu anaqaga, Surxondaryoga.
Biz shaxsan meni o'zim 60 dan ziyod tanqidiy material berdim. Birontasiga javob yo'q. Saidam Mirziyoyev, siz qayoqqa qarayapsiz? Allamjon, siz qayoqqa qarayapsiz matbuot masalasi bo'yicha, huquqshunos bo'yicha, haligi nima deydi? Nodira Hakimova qayoqqa qarayapsiz? Sizlar nima qilishlari kerak? Hojiboy o'zi menga pul ber, yordam ber demayapti. Hattoki shu nechta tonna salkam 50 tonna paxtasini pulini hali oladigan yo'q. Nima uchun menga qaramaysiz sizlar? Hoji ota mana hozir har kuni kelyapti. Biz ham kelib yozishga majbur bo'lyapmiz. Shuning uchun Hoji otani bitta talabi. Iltimos sizlardan azizlar, yozinglar. Toshkent shahriga viloyat ko'chirsin deb yozinglar kommentariylaringda. Iltimos so'kmanglar. Sudyani so'kmanglar, hokimni so'kmanglar. Chunki men cho'ni qilib qo'yadi keyinda, efir olib chiqib to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun iltimoslarni so'kmanglar. Hojiboy mana qarang. Biror marta siz Ulug'bek Qosimov chaqirdimi? Yo'q. Yoki prokuror qabul qildimi sizni? Yo'q. Qabul qilmaydi. Shu Dilmurod Mirzayev degani qabul qiladi. O'zi meshday semirib ketgan. Bir narsa desang, ha deb hech bir qoniqarli javob yo'q. Mayli meni isbotlasin. Hozirgacha biron marta mendan tushuntirib xatoligini so'rab qo'ygan yo'q. Guvohlar bordimi? Bordi. Guvohlar kelmadi. Chaqirdi. Arizachilarchi? Ha, shu boya to'qmachilar. To'qmachilar. Advokat so'radi, davay dedi ularni ta'minlab bermayga kelsin. Nimaga tuhmat qilyapti, nimaga haqorat qilyapti, nima bo'lgan? Yo'q, kelmadi ham gazi. Nima deydi hali? Onlayn ham qatnashtirgan yo'qda. Mana Samarqandning bir sudyasi aytadi, u deydi, qarshida ko'rgazma berib bo'lgan deydi. Senda aql bo'lsa, sudya ko'rgazma berib bo'lgan bo'lsa, biz shu ko'rgazmasini ustidan senga shikoyat qilib o'tiribmiz kelib. Nima uchun chaqirib? Sudyalar emas, sudyalardimi? Sudya oliy kengashi, Xolmuhammad Yodgorov, Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov, mana yangi keldi jinoyatchilar bo'yicha Alisher Usmonov keldi. Bir maslahat qilib shuni qilinglar, Hojiboyni kelsa imkoniyat beringlar. Sal bo'lsa ham Alisher Usmonovning yordamlari bilan mana Samarqandga ko'childi. Lekin Samarqand ham dabdala qilibdi to'g'risida. Chaqirmagan guvohlarni boshqani chaqirmagan. Endi bitta talabimiz. Mana menda salkam 300 mingta podpitchigim bor. Ko'radigan odam mana 56 milliondan oshiq odam ko'ribdi mana. Shu kechorda ko'rgan odam 56 milliondan oshiq odam ko'rgan. Men hammalarni iltimos qilaman. Hammani nomidan iltimos qilaman sizlarga. Hoji buvani sudini, o'sha taftishini bosh sudini Toshkent shahriga va Toshkent viloyatiga ko'chirib beringlar. Qanaqa qilib bo'lsa ham ko'chiringlar. Hoji buvani Samarqandga borish imkoni yo'q. Bu yerda nevaralari bor, bolalari bor, shu yerda salib turibdi xolos. Yashab turibdi hozir. Imkon darajasi yo'q. Kelinglar, 80 yoshga hali biz kiramizmi, 80 yoshga kirmaymizmi? Alloh taolo biladi bu narsalarda-da. Kelinglar, yordam beraylik. Nima deysiz Hoji buva? Ko'chirishlarga, to'g'rimi? Qonuniy aytyapsiz. Mana xalqqa nima demoqsiz, mana xalq qizga? Xalqimga aytadigan gapim, xalqim duo qilib turing. Mana bu Ulug'bek Qosim menga umuman tinchlik bermadi. Bolalarimni, qizlarimni sudlantirtirdi bu. Hech qayerga borsak shu Ulug'bekning gap so'z. Ondan keyin mana jinoyatchilar bo'yicha Surxondaryo viloyat sudining raisi ro'zi qilib hamma narsani tashkillashtirib berdi. Uning o'rinbosari bor Odil Narmamatov degani. Mana 80 yoshdan oshgan Qillan Ormurodov bovoni 27 ta statya bilan sudlantirdi. Bu endi bunday aytganda O'zbekiston Respublikasi tanlabo oqlandi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 231 bilan sudya javobgar bo'lishi kerak, 30 bilan javobgar bo'lishi kerak. Yo'q, nabarat buni qo'llab-quvvatlab viloyatga birinchi o'rinbosar qilib olib borib qo'ydi jinoiy ishlar sudiga. Mana endi qarang, mayli, Ulug'bek Xudodan qo'rqin. Sen yuridik instituti, men o'ylaymanki, tugatganingdan yuridik sohasi bo'yicha senda ilm, boshqa narsa yo'q. Agar aqling bo'lganda, meni bolalarim senga nima qilyapti? Ishlab turgan bolamga ham ishlatgani qo'ymaysan. Mana shuning uchun ombudsmanga keldim, Respublika prokuraturasiga keldim. Qani necha kun yengar ekansan sen? Mening bolamning ishxonasi mas'uliyat cheklangan jamiyat bo'lsa, xohlasam ertaga bitta qoldirmay boshqa viloyatga o'tkazib ketishim mumkin. Afg'onistonga sotib yuborishim mumkin. Bu mas'uliyat cheklangan jamiyat. Hurmatli ombudsman, mana siz idoralarning oldiga kelib mana shu narsalarni aytyapman. Hozir kirmayman deyapsiz. Ishonmayman-ku, hozir kirmayapsiz bo'lsa, ishonmayapsiz. Bu yerga ham telefon qiladi u. Ishonmagancha kirmoqchimisiz? Kirmayman. Mana davlat xavfsizlik idorasiga bordim. Respublika prokuraturasiga bordim. Javob yo'q. Ana bir yaqinda o'zi ustidan ish qo'zg'atildi. Surxondaryo viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Ravshan Namozov ustidan ish qo'zg'atilib, davlat xavfsizlik idorasi taqdimnoma beruvdi uni qamoqqa olish haqida. Lekin hozir
jilpillab boyagi jinoyatni Ulug'bek Qosim respublikaga chiqib, boshqa yerga chiqib, yopib, u kishi suvdan quruq chiqdi. Hozir menga Surxondaryodan telefon bo'lyapti. Kecha o'g'li ham narkotik modda bilan tushibdi. 2 soatda hal qildi deydi. Ko'ryapsizmi? Bu nima degan gap Shavkat Miromonovich? Buni oxiri bormi, yo'qmi? Xalq ezilib ketdi-ku. O'zingiz aytasiz, qonun ustuvor jazo muqarrar deysiz-da, sizga kelgan arizamiz bo'lib ketadi. Javobini olmaymiz. Yana meni izdivatcha qilib, meni arizamni tekshirish uchun Surxondaryo viloyat shoal prokurorining birinchi o'rinbosari ana Ravshan Namozovga beradi. Bu menga har xil so'zni yozib, javob yozibdi endi. Bu kuningdan O'zini ustidan aslida o'zi javob beryapti, ¿no? Ha, o'zini ustidan yozilyapti, xayr odalar. O'zini ustidan yozilyapti shu prokuror. Shu prokuror javob beryapti. Qaysi qonunda bor? Uni ustidan yozilyapti-ku. Haqqi yo'q-ku ko'rishga. Xizmat ishini belgilash kerak unga nisbatan. Hojiboy, demak mana hozir azizlar, Hojiboy bilan shu yerda gapimizni yakunlaymiz. Yakunlaymiz shu gapimizni. Ana undan keyin biz fikrlashamiz. Agar yana Hojiboy gapingiz bo'lsa gapirib oling-da. Nimani gapirmoqchisiz? Mana endi qarang, meni o'g'limga uyushtirib, arza uyushtiradi. Odamlar tashkil qilib beklar ushlasi. Mana bir Bahriddin Xalmatov degani bor. O'zi xudo ko'rsatmasin Turkiyaga xotinni ishga borib, rassvo bo'lib pul topolmay bu yerdan qaytib keldi. U haqida kasetalarim ham bor. Turkiyada nima bo'lganligi haqida. Shuni topib olgan u kishi bir Rustam Yo'lbarsov degani bor, cho'pon bo'lib ishlaydi. Mana 2012-yil, 15-yillar Norman Sharif hokim bo'lgan paytda ko'tiga shibirtga baylab ishdan haydab berib, yerini tartib olish haqida qaror chiqardi. 20 kun Toshkentda yotib, shuni noqonuniy chiqargan qarorini bekor qilib, yerlarni o'ziga qaytarib olib berdi. Endi bu mana Rahmatulloh partiya qishloq xo'jalik boshqarmasining boshlig'i bor. Endi uni qilgan jinoyati kamida men kafolat berib aytaman, 2-3 trillion pulni o'zlashtirib ketgan. 2-3 trillion pul. Bu haqida biz fakt bilan chiqyapmiz. Aytyapmiz. Mana o'zimizni Surxondaryo viloyat hokimining Ulug'bek Qosimovning kamida bir 10 trillion pulni yeb qo'ygan. Isboti bilan chiqdim men. Video syomka qilib chiqdim. Lekin prezidentimiz e'tibor bermaydilar. Nabrot aytadi, sen ishlayver, qattiq ishlayapsan. Seni borib viloyatingga noyabrda oxirida boramanmi, dekabrda boramanmi, tashrif qilamanmi? Xohlagan payting senga to'g'ri kelgan ishda vaqtda aytdim, men shu payt boraman deydilar. Bu xalq ezilib ketdi-ku. Hurmat Shavkat Miromonov. Bu nima degan gap? Jinoyat ustiga jinoyat Surxondaryoda. Hojiboy, mana hozir biz shuni ko'ryapmiz-da, sizni fikrlash ko'ryapmiz. Hatto men 60 dan ziyod tanqidiy material berdim. Sizga bizga jon bo'lyapti. Prezident apparati uni kimni qo'llayapti? Prezident o'zi qo'llayaptimi? Bosh vazir qo'llayaptimi? Kimni o'zi qo'llab turgansa qo'llasin. Biz xursandmiz hokimni qo'llagan, lekin hokimni, prokurorlarni agar haqiqatan yaxshi bo'lsa qo'llash kerak-da. Biz 60 dan ziyod material berdim. Material nahotki noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, men noto'g'ri material berib turgan bo'lsam, shuning uchun asosan javob so'rayman. Hamda Hojiboy masalasini oxiriga aytyapman. Hojiboy masalasi bo'yicha Toshkent viloyatiga ko'chirishlarni talab qilamiz.